Assalomu alaykum aziz muxlis. Putin Ukraina bilan bevosita muzokara o'tkazishga rozi bo'ldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kiyevning fuqarolik obyektlariga zarba berish to'xtatish haqidagi taklifini o'rganishni hamda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar o'tkazishga ruxsat berishini aytdi. Buni hal qilish kerak. Bularning barchasi chuqur o'rganish uchun mavzu, ehtimol hatto ikki tomonlama ham, deydi Putin. Qayd etish joizki, avval Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kremlga uzoq masofaga uchuvchi uchuvsiz samolyotlar va raketalar tomonidan fuqarolik obyektlariga 30 kun muddatga uzaytirilishi mumkin bo'lgan har qanday zarbalardan tiyilishini taklif qilgan. Shu bilan birga Rossiya yetakchisi Kiyev go'yoki harbiy maqsadlarda fuqaro obyektlardan foydalanayotganini ma'lum qildi va Rossiya qurolli kuchlarining 13 aprel kuni Sumi viloyatiga bergan zarbasini eslatib o'tdi. Masalan, qurolli kuchlarimiz Kongress markaziga hujum qilganini hamma yaxshi biladi. Menimcha Sumi viloyatida bu fuqarolik obyektimi yoki yo'qmi fuqarolik, ammo u yerda Kursk viloyatida jinoyat sodir etganlikda taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi, deydi Putin. Rossiya prezidenti 35 kishi jumladan bolalar halok bo'lgan raketa zarbasini loyiq jazo deb atadi. Bu ularni jazolash uchun qilingan, deydi Putin. Rossiya zarbasidan bir kun o'tib 14 aprel kuni Sumi viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Vladimir Artyuxin Sumi Ukraina qurolli kuchlarining 117-brigadasi askarlarini taqdirlash marosimi rejalashtirganini tasdiqladi. Ertasi kuni Zelenskiy Artyuxni ishdan bo'shatish to'g'risidagi farmonini chiqardi.